Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda ham foydali, ham mazali bo'lgan ismaloqli va piyozli non tayyorlaymiz. Bu nonning hidi butun uyingizni tutib ketishi aniq. Bismillah deb idishga 700 ml suv solamiz va unga faol bo'lgan tabiiy xamirturushimizdan 300 g qo'shamiz. Va unga 300 g smetanani qo'shib, bir massaga kelgunga qadar yaxshilab aralashtirib olamiz. Ilab olingan 600 g unni qo'shib, yaxshilab aralashtirib xamir holatiga keltiramiz. Xamirimiz suyuq bo'lganligi sababli unga yana 400 g unni ilab qo'shib yuboramiz. Umumiy hisobda nonimiz uchun 1 kg un ishlatgan bo'lsak, shunda ham xamirimiz suyuqroq bo'ldi. Siz xohlasangiz yana 200 yoki 400 g un qo'shishingiz mumkin. Xamirimiz juda ham quyuq bo'lmagan, suyuqroq xamir bo'ldi. Buni 40 daqiqa tindiramiz. 40 daqiqadan so'ng tuz va ozgina suv solamiz. Men 2 qoshiq tuz soldim. Shunaqa qo'limiz bilan yaxshilab xamir holatiga keltiramiz. Smetana solganimning hisobiga xamir juda ham yumshoq. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin yana 40 daqiqa oshirishga qo'yamiz. 40 daqiqadan so'ng qo'llarimizdan ho'llab, ko'rib turilgandek ichkariga taxlab olamiz. Bu xamirning oshishiga yordam beradi. Bu holat har 40 daqiqada 4 marotaba davom etadi. Taxlo qilganimiz sari xamir havodor bo'lib oshadi. Har 40 daqiqada 4 ta taxlo qilganimizdan keyin mana xamirimiz ko'rib turganingizdek o'z nisbatida 2 hissa oshgan. Qo'llarimizni yog'lab 2 zuvalaga bo'lib olamiz va 10 minut tindiramiz. 10 daqiqa ichida 200 g sariyog'ni eritib olamiz va ismaloq va piyozni mayda to'g'rab, tuz va zira qo'shib aralashtirib tayyor qilib qo'yamiz. Mana xamirlarimiz ham tinib olishdi. Endi uni qo'limizni yog'lab yoyib olamiz va ustiga yaxshilab sariyog' suramiz. Keyin ismaloqli massani qo'yib, xamirni o'rab olamiz. Ko'rib turganingizdek, ikkalovini ham o'rab, listga joylashtirib, qo'limiz yordamida ochib olamiz. Nonimiz tayyor. Shu holatda buni 1 soat oshirishga yuboramiz. 200 gradus qizigan pechda nonlarni 40-45 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. 20 daqiqadan keyin 180 gradusga tushirsanglar ham bo'ladi. Mana nonlarimiz pishib chiqdi. Ustilari qarsildoq, ichlari yumshoq. Birinchi marotaba pishirib ko'rishimga qaramasdan mazasi juda ham ajoyib. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Keyingi videolarda qanday non pishirishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Qo'llaringiz dard ko'rmasin.